Tefsiri Muyesser. En'am suresi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Cimi hamdu sana, barcha kamoli süpetlerinin igisi, bendelerge aşkara ve yoşurun, din ve dünyalık çeksiz nimetlerini ata kılgan. Kudret kamoli bilen osmonlarni, zaminni ve ularning orsidagi mavjudotni yaratgan, kecha bilan kunduzni bir-biriga agishib keladigan qilib yaratib, qorong'uliqlarni va yo'riqlikni paydo qilgan zot Allohga xosdir. Bularning hammasi Allohning ulug'ligiga, ibodat qilinishga tamoman haqliq bo'lgan yagona zot ekanligiga. Allohga maxluqotidan birarsini sherik keltirishning qat'iy to'g'ri emasligiga dalolat qiladi. Ahvol shundoq tursimi, kofirlar maxluqotni Allohga tang qilyotdi. Ularni Allohga sherik keltiryotdi. Allah sizlarning otanglar odamni loydan yaratgan zotdir. Sizlar uning naslidan kelgan. Ondan Allah sizlarning yer yuzida yashaydigan ajlinglarni bekitdi. Allah yana sizlarga boshqa bir ajalni yaratgan bo'lib, uning vaqtini Allah o'zi biladi. U bo'lsa-mu qiyomatdir. Ondan sizlar, ey kofirlar, mushu bayondan keyinmi Allah'ның o'liklarni tirildirishga qodir ekanligiga shak keltiryapsizlar. Allah Taala osmonlardagi va zamindagi yagona ilohiy ma'buddir. Allah'ның yagona iloh ekanligining dalillaridan biri shuki, ey insonlar, Allah sizlarning yo'shirgan va oshkora qilgan barliq yaxshi yomon amallaringlarni bilib turadi. Shunga deymizki, Allah Taoladan boshqa ibodat qilinishga loyiq hech bir iloh yo'qdir. Allohga maxluqotni sherik keltiradigan ashu kofirlarga Allohning yagona iloh ekanligini, Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini va u ilib kelgan dinning haqligini isbotlaydigan ochiq dalil faktlar va ro'shan oyatlar keldi. Lekin ularga Allohning oyatlaridan biror oyat kelsila, ular uni qabul qilishdan yuz o'riydi va iymon etmaydi. Ashu kofirlar Muhammad alayhissalom ilib kelgan haq dinni inkor qildi va u dinga da'vat qiluvchilarni masxir qildi. Ular bu qilmishni Allohni tonimaganligi va Allohning jazosini salchaqlaganligidan ashundoq qildi. Ular uzoq qolmay o'zlari masxir qilgan dinning va Allohning azobining haqiqatligini bilib qoladi. Shu chaqda Alloh bu inkorchilarning qilmishini aytib beradi va ularga tegishli jazosini beradi. Allohning bir ekanligini, ibodat qilinishga haqliq bo'lgan yagona ma'bud ekanligini va Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini inkor qilgan ashu kofirlar o'zlaridan ilgari o'tgan nurg'un qavmlarni qandoq halok qilganligimizni bilmamdi. Ey kofirlar, biz ularga yer yuzida sizlarga bermagan imkoniyatlarni bergan edik. Ularga mo'l yomg'irlarni yog'dirib bergan edik. Ularning uy imoratlarining ostidan o'stanglarni eqib turadigan qilib bergan edik. Bu in'omlar ularni sinash va asta-asta halokatga elib berish uchun edi. Ular ne'matni inkor qildi. Shuning bilan ularni gunohlari tufaylidan halok qilgan, ondan ularning o'rniga boshqa xalqni paydo qilgan edik. Ey payg'ambar, agar biz sana ular talab qilganda qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan, ashu mushriklar uni qo'llari bilan tutib ko'targan taqdirdami, albatta ular, ey Muhammad, sen ilib kelgan bu kitob ochiq sehrdir deydi. O mushriklar Muhammadning rost payg'ambar ekanligini isbotlash uchun Alloh uningga osmondan bir farishta tushirsa bo'lmamdi dedi. Agar biz u mushriklarning talabiga asosan osmondan farishta tushirgan bo'lsak, albatta ularni halok qilish haqida hukm chiqarilgan bo'ladi.
Ondan ularga tavba qilish uchun muhlatmi berilmaydi. Ularning iymon etmaydiganligi Allohning ilmida azaldan ma'lum edi. Ularni Muhammad alayhissalomga qoyil bo'lmadi deb ularga avatadigan payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirdimi, u farishtaning ular bilan so'zlashish uchun uni albatta inson shaklida qilatdiq. Agar farishta odam surtida kelsa, ular Muhammad alayhissalomdan shaklanib qolgandek, uningdan shaklanib qolgan bo'ladi. Mushriklarning farishta tushirishni talab qilishi faqat Muhammad alayhissalomni masxir qilish uchun qo'yilgan talab bo'lganlikdan Alloh taolo payg'ambarlarni masxir qilishning yangi ish emasligini, ilgari o'tgan payg'ambarlarningmi kofirlarning masxirasiga uchirganligini va u kofirlarning bu qilmishlari tufaylidan halok qilinganligini bayon qiladi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, yer yuzini kezinglar. Ondan payg'ambarlarni inkor qilguvchilarning qandoq halok bo'lganligiga qarab beqinglar. Ularga o'xshash halok bo'lib ketishdan hazar aylanglar. Ey payg'ambar, ashu mushriklardan osmonlardagi va zamindagi mavjudotlar kimning deb so'ragan. Ondan o'zing javob berib, ular Allohningdir. Buni sizlarmi bilasizlar? Shun sizlar Allohning o'ziga ibodat qilinglar. Alloh rahmat qilishni o'z ustiga olgan. Shunga bandalarni jazolashga oldirab ketmaydi. Cho'qim bo'ladigan qiyomat kuni Alloh sizlarni albatta yig'idi degan. Kufrlikni tanlash bilan o'ziga ziyon solganlar Allohning bir ekanligiga iymon etmaydi. Allohning va'dasiga va ogohlantirishiga ishonmaydi. Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligini e'tirof qilmaydi. Osmonlardagi, zamindagi harakat qilayotgan, jim turayotgan, oshkora va maxfiy hamma narsa Allohningdir. Hamma uning bandasidir. Uning boshqarishi ostidadir. Alloh bandalarining gap so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning amallarini va maxfiyatliklarini bilib turg'uchidir. Ey payg'ambar, Allohga maxluqotni sherik qilib olgan ashu mushriklarga aytqinki, osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi jimi mavjudotni yo'qdan bor qilguvchi, hammaga rizq berguvchi va hech kimdan rizq talab qilmaydigan zot Allohdan boshqasini egam davosam bo'lamdi. Ey payg'ambar, aytqinki, men bu ummat ishida musulmon bo'lib, Allohga itoat qilguvchilarning tunjisi bo'lishga va maxluqotni Allohga sherik keltiruvchilardan bo'lmaslikka buyurildim. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, uning amriga xiloflik qilsam, ibodatda uningga maxluqotni sherik qilib olsam, qiyomat kuni menga Allohning azobi tushishidan albatta qo'rqaman. Alloh kimni ashu azobdan yiroq qilsa, uningga zo'r shafqat qilgan bo'ladi. Oxiratda azobdan yiroq qilinish o'pochuq nijotlikning o'zidir. Ey inson, agar Alloh sana yo'qsullik, kasallik degandek biror kulfat yetkizsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib yetolmaydi. Agar Alloh sana tansoqligi, boylik degandek biror yaxshilik yetkizsa, Allohning fazlini hech kim to'sib ololmaydi. Alloh har narsaga qodirdir. Alloh g'olib kelguchidir. Bandalarni tizginlab turg'uchidir. Hamma uningga bo'ysunadi. Eng kuchliklarimi uningga tiz bukadi. Alloh barliq ishlarda hikmat bilan ish qilguchidir. Hammadan xabardordir. Uningga hech bir narsa maxfiy emasdir. Mushundaq mukammal sifatlarga ega bo'lgan zotga maxluqotni sherik keltirish qat'iy to'g'ri emas. Bu oyat Allohning bandalaridan mutlaq ustun ekanligini bayon qiladi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, mening Allohning payg'ambar ekanligimni isbotlashga qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki,
Allah men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Ya'ni Allah men elib kelgan dinning haq ekanligini va sizlarning menga nima da'vatqanligingizni obdan biladi. Allah bu Qur'onni menga sizlarni va Qur'on yetgan kishilarni oxiratning azobidan ogohlantirishim uchun vahiy qildi. Ahvol shundoq turug'liq, sizlar Allah bilan birlikda boshqa ilohlar bor da'vatsizlar. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, men hargiz sizlar e'tiqod qilgandek e'tiqod qilmayman. Balki shundoq e'tiqod qilamanki, Allah birli ilohdir. Uning hech bir sherigi yo'qdir. Men sizlar Allohga sherik keltirayotgan narsalardan albatta yiroqman. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdul Aziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.